Assalomu alaykum, hurmatli jamoa. Men Manapova Gulg'uncha, Qozog'iston fuqarosiman. Mana. Men bu arizni berishdagi maqsadim singlim Manapova Gulshanning yo'ldoshi Aysanjan Kari Aysanjanga guvohlik bermoqchiman. Aysanjan Kari 1969 yılı Xitoyda Atush shahrida tug'ilgan. Men Xitoy pasportim meni. 2014 yıldan başlap Qozog'istonda 6 balası bilan ailesi bilan yaşaydı. Bu Qozog'istonning vид на жительствоsi. İxtiyor xeti. Ballarının en küçüğü 1 yaş 8 aylık. Bu balsını tek ko'rgani yo'q. Altı bala. Qozog'istonda hozir mana 6 balası tirik yetim bo'lib o'tiribdi. Mana 6 balaning pasporti. Bu balaga ata-onaning mehri, tarbiyasi eng kerak zarur vaqtida dadisini apirib Xitoyga qamab qo'ydi. Anisi og'riqchan bo'lib qolgan. Kari Aysanjan 2017 yılı fevralda Xitoyga borganda Xitoy saqchilari tarafidan Aysanjanning qo'lidagi barliq dokument pasportlari tartib elib, atalmış siyosiy o'g'inish lageriga qamab qo'ydi. 2018 yılı aprelda sababsiz 2018 yılı dekabrda 2018 yılı aprelda sababsiz turmaga qamaydi. 2018 yılı dekabrda yana lagerga yo'tkaydi. Bu adam hech qanday bir siyosatchi emas. Shu 6 balamni boqaman deb жүрген bir tijoratchi. Mening talabim Qozog'iston prezidenti Nazarbayev Nursulton Abishovichdan va Amerika prezidenti Donald Trampdan Birlashgan Millatlar huquqni qo'g'dash tashkilotlaridan Aysanjanning pasport hujjatlarini qo'lga topshirib, Qozog'istonga oilasining oldiga qaytib kelishiga yordam berishingizni so'rayman. Men bu arizimni Aysanjan oilasiga qaytib kelmagicha